Открытие филиала в Союзе композиторов и бастакоров. В Союзе композиторов и бастакоров молодые Kompozitorlik, bastakorlik va umumiy kompozitörlük maktabining bugungi zamon Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutining kompozitorlik, bastakorlik va umumiy fortepiano kafedrasi tomonidan O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik bugungi kunda mamlakatimiz musiqa san'atining rivojlanishida muhim bosqichlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Bu ikki muhim ijodiy tashkilot o'rtasidagi o'zaro anglashuv, tajriba almashish va iste'dodlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlar o'z samarasini bermoqda. Misol tariqasida 24-yilda o'tkazilgan Maqom ijodiyotining dolzarb masalalari nomli xalqaro festival va shu yildan beri davom etib kelayotgan turli konsert dasturlarini keltirib o'tishimiz mumkin. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbekiston Milliy musiqa san'atini rivojlantirish instituti ko'plab milliy san'atimizni rivojlantirishda, ya'ni bu yerda qo'shiqchilik, dastonchilik, borinki maqom san'atini chuqur o'zlashtirishda, ya'ni butun o'zimizni milliy san'atni rivojlantirishdagi janrlarni rivojlantirishda, talabalarni tarbiyalashda nihoyatda katta hissa qo'shib kelmoqda. Ayniqsa shuni aytish kerakki, bu yerdagi kompozitor va bastakorlik va umumiy fortepiano kafedrasi uni boshqaruvi Nodirbek Maharov kelajak bunyodkor medali sohibi boshqaruvida shu kafedra nihoyatda ko'plab ishlar qilmoqda. Shu ishlardan shuni aytib o'tish kerakki, ya'ni bu bo'layotgan ko'plab tadbirlar, festivallar, konsertlar, uchrashuvlar shular jumlasiga kiradi. O'zbekiston kompozitorlar bastakorlar uyushmasi bilan Nodirbek Maharov boshqarayotgan institut kompozitorlar va bastakorlar umumiy fortepiano kafedrasi bilan ko'plab tadbirlar, muloqotlar, konsertlar o'tkazayotganimizni inobatga olib, mana biz filialini ochdik. Shu kafedra mana shu yerda mana ko'plab tadbirlar o'tkazayapti. Hozir mana konsertga tayyorgarlik jarayoni bilan sizlarni tanishtiramiz. Mana hozir filialni ko'ringlarki, mana qaranglar, mana mana bu yerda konsertga tayyorgarlik ketyapti. Hozir Toqqata asarini eshityapsiz. Toqqata asari ham konsertda ijro etiladi. Особо стоит отметить, что благодаря сотрудничеству с Союзом композиторов и бастакоров молодые композиторы и бастакоры получили уникальную возможность представить свои авторские произведения широкой аудитории. Проведенные творческие встречи и концерты стали эффективной площадкой для исполнения новых сочинений, что в свою очередь усилило практическую направленность обучения и вдохновило как студентов, так и преподавателей на дальнейшие творческие поиски. Hamkorlik doirasida muntazam o'tkazib kelinayotgan ijodiy uchrashuvlar, ustoz-shogird an'analari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar, kompozitorlik va fortepiano ijrochiligiga oid mahorat darslari, yosh bastakorlar ishtirokida o'tkazilgan tanlovlar va zamonaviy musiqa asarlarini tahlil qilishga bag'ishlangan konsert va festivallar. Bularning barchasi musiqiy ta'limning amaliy va nazariy jihatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu hamkorlik o'z navbatida Milliy kompozitorlik maktabining bugungi zamon talablari bilan uyg'unlashuvi, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy musiqiy ifodaviy vositalarni bir-biri bilan birlashtirishda ham muhim vosita sifatida xizmat qilib kelmoqda. Сегодня кафедра композиторства и бастакорства делает важный шаг вперед. Открытие филиала в Союзе композиторов и бастакоров. Это не просто новое пространство, это живая творческая лаборатория, где встречаются опыт и молодость, традиции и эксперименты. Здесь мы хотим наладить более тесную связь между будущими композиторами и профессиональным сообществом, чтобы молодые авторы могли не только учиться, но и становиться частью музыкальной культуры страны уже сейчас. Yaratilgan imkoniyat va ko'rsatilgan ishonch uchun O'zbekiston kompozitorlar va bastakorlar uyushmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ylaymizki, ushbu filial o'sish, ilhom va haqiqiy ijod maskaniga aylanadi.